Minecraft, lekin men har xil bloklardan aslahalar yasay olaman. Mening maqsadim esa to'liq obsidianli aslahalar yasash. Albatta video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda videoga ketdik. Xo'p. Yaxshi daraxt bor ekan, bu daraxtlarni tez chopib olamiz. Mana bolalar daraxtdan topib oldim. Xo'p, chopib oldim. Endi kuchayishni boshlaydi. Xo'p. Endi ularni xo'p. Hammasini taxtaga aylantirib o'tirib, verstak uchuqlarni yasab olamiz. Qanunda kirka yasab, endi shaxtaga tushaman. Birinchi bo'lib verstakni uzib olaman. Aytgancha men oila aslaha ham yasab olaman-ku, hozir yasab ko'ramiz bolalar. Birinchi bo'lib ishton. O'xshab qoldim. Hammaylar endi tezroq kuchayamiz. Xo'p, mana shu yerdan qazib ketaman. Yaxshi tosh chiqdi. Bolalar, shunaqa qiziqarli videolar chiqarishim uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariya yozishni ham unutmanglar. Uchta xo'p kam qiladi. Biz ko'proq olamiz, chunki toshdan ham aslahalar qilish mumkin edi. Yaxshisi mashina qo'yib, bitta kirka yasab olay, yaxshiroq bo'ladi. Endi tezroq bo'laman. Bizga yetib qolishi mumkin. Bitta bolta. Endi bitta pechka va bo'ldi. Endi bag'iga toshli aslahalarni yasayveraman. Aslahalar
işlemayapti nimagadir. To'liq endi toshli aslahada bo'ldik. Universitetni ol. Ketsam bo'laveradi xo'p. Tezroq chiqish kerak, chunki qorong'i tushib qolgan bo'lsa bu yomon bo'ladi. Yommayo qorong'i tushib o'tdi-ku. Xo'p, endi tezroq qo'ylarni topib o'ldirish kerak desam qo'y chiqdi. Hop, shundan berib tur. Hop. Mana bu yerda qo'ylar juda ham ko'p ekan. Uğramış. Ko'proq aslahalar yasashga harakat qilishim kerak. Undan oldin ovqat muammosini yo'q qilaman. Bu yerda ham shartlar bor ekan. Oldingi videolarımda umuman hayvanlar çıkmazsa bu videoda hayvanlar polni hamma joyda chiqyapti. Bu sefer 100% ancha osonroq bo'ladi menimcha. Yo'q aka. Ovqat ko'pligini kirez. To'xtanglar, jundan maslahat yasasa bo'lsa achaga. Shuni sinab ko'rish kerak. Yommayo, jundan maslahat yasasa bo'lar ekan. Bolalar qaranglar, jundan maslahat. Yasayamaz bo'lmasa hozir. Yanada ko'proq qo'y o'ldirish kerak. Do'stlar, va nihoyat men juda ham ko'p jun to'pladim, ko'rib turibsizlar. Undan oldin mana bularni mana biraga keltirib turib to'g'ri keladi. Bu safar kirkada qilishim kerak, chunki boltam sinib ketdi. Bolalar ko'rdinglar, shuncha go'sht 39 go'shtda.
jip ko'rib chiqamiz. Hop, bunisiga kelsak. Hop, ancha ko'pini yuksadim. Ha, aytgancha men qumdan olib kelgandim. Qumdan ham maslahat yasaydigan bo'lsa, undan ham yaxshi. U qumdan ham yasalar ekan. Felling effektdan berarkan. Aytgancha bolalar chunli aslahalar menga sekin qulash effektini berarkan. Hop, endi ovqatlarni pishirib olishim kerak. Bolalar meni ancha kuchaytirdi. Temirli boltaban, temirli kirka yasadim o'zimga. Lekin boshqa narsalarni topolmaguncha aytgancha ularga yasadim. Go'shtlarni ko'p pishib qolibdi. Menga hazırlashchasi bo'ladi. Endi shaxtaga tushish vaqti keldi. Yo'q-yo'q. Yonyaptimi bey? Buni kim qildi ekan? Lekin men qilganim yo'q. O'zinglar ko'rdinglar. Mashina qafasida yashab qoladi. Demaylar. Buni kim qilgan deb bitadi, balki Herobrine qilgandir. Kim bilmaymiz, chunki buni bilmaydi. Sos tarafga qarab turay. Endi mana shu yerdan ko'rsam bo'laveradi. Mana yana temir. Mana buni omad desa bo'ladi. Bolalar, bugungi videoda omadim rosa kelyapti bora. Yana pastga kovlashni boshlaymiz. Yana temirmi? Bu safar juda ham omadim kelyapti bolalar. Yana shuncha temiri. Muhim olmos chiqishi ham kerak, chunki obsidian qilish uchun olmos kerak bo'ladi. Ko'mirlarni ham olamiz. Bolalar, videoga like bosib obuna bo'linglar. Aytib zerikdim. Meni bor yo'g'i 90%. 1% odam obuna bo'lib tomosha qilar ekan. Bolalar, juda ham emas. Shunga shu 1% ni hech bo'lmaganda 20% ga ko'tarib qo'yaylik. Shuning uchun ozroq like, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Ancha chuqurlikka tushib qo'ydim o'zim.
Eğer bedrock'un o bugün de bedrock'lu asraqlar yasasa bulardı. İkinci ben yok. Şükür yasak. Nasıl koymuyor işte. Bir şöhret stolu. Çıkma yaptı vallahi taşlarına çıkışım gerek burası tepeye. Geçen şu kaptanlardan başım tıkılıp olması bol hazır. O bir şey. O bollar video şu joyda da tugaydi albatta video yoqqanmasa videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.